Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xayrli kech. Biz darvozani ozgina kechroq bo'lsa ham o'rnatib, to'liq egalariga topshirmoqdamiz. Yondagi mana atkoslarda ozgina bo'sh ekan devor, shuni hisobiga shtirlarni ko'proq qoqib, baquvvat garantiyali qilib berdik. Xolasa, yonini atkos olib qo'yishsa, ozgina ochiq qolgan joylari bor, etagiga betonlarni qo'yishsa, shu bilan ideal bo'ladi. Darvozani ochilib yopish yumshoq. Zamok ustanovkalarini qildik, ustanovkani yakunladik. Video obzorga ozgina kech qoldik. Nima deymiz endi? Darvoza egalariga buyursin, yaxshilik xizmat qilsin. Xizmatlar bo'lsa, darvoza ochamiz. Aloqadamiz. Buni deysizlar, bundan boshqa bu turdagi darvozalarni ideal qilib o'rnatib beramiz. Skromniy holatda, temniy mana derski turibdi, matviy. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Zamok ishi qoldi. Pastlariga ham qo'shimcha shtirlarni qo'yib berganmiz. Darvoza baquvvat mo'shni bo'ldi. Chunki darvozaning eniga turi 16, balandligi 385, juda katta razmer. Hozir mana orqa tomon ko'rinishlarini ham ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Sharniylar kattasidan qo'yilgan, orqasi tekis, matviy, mokr asfalt, однотонный svetda. Xizmatlar bo'lsa, darvoza ochamiz va quyidagi raqamlarga aloqa chiqasiz.